kamolingizni bersin. Ovqatingiz tayyorim bo'lam. Mantiq qildingiz-a? Voy, aylanib ketay o'zimni pazanda kelinimdan o'rgilay. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Nozima yaxshimisan? Keldingmi bolam? Ha, keldim. Ha, nima bo'ldi? Charchadingmi? Ishlar ko'payib ketdi oyijon. Ha, mayli. Ish bo'ladi. Yuz qo'lingni yuvib, Nozimaxon ovqatini tezda suzib chiqib qoling. Yo'q, oyijon. Bemalol o'zinglar o'tirib yeyveringlar. Voy. Meni qornim to'q. Faqatgina dam olsam bo'ldi oyijon. Voy, unday dema bolam, sen uchun Nozimaxon mantilar qildi bolam. Qo'ying oyijon, keyin boshqa safar aytdim. Olib keling Nozimaxon, ha, ovqatlarini oldiga qo'ying. O'rgilib ketay bolajonim, ha, bola qaring qizim. Yaxshi ishlab keldingizmi, dadajonisi? Yaxshi ishlab keldik. Bugun boshqacha tayyorgarlik qilgandim ovqatga. Ha, o'zlaring yo'q, qornim to'q. Juda ham shirin mantiq qilgandim, dadajonisi, yuring. Qornim to'q dedimi, Nozima? Oshqovoqli mantiq qilgandim, siz yoqtiradiganidan. Qornim to'q, Nozima. O'zlaring yeyaver. Oyijon ham kutayotgandi, birga ovqatlanamiz deb dadajonisi. Dadasi, yangilikni eshitdingizmi? Nima yangilik ekan? Oling, olib o'tiring. Anonari mahalladagi yangi kelin ketib qopti emish. Voy, chakki bo'pti-da. Shu xotinlarga ham hayronman-da. Shu mazari o'lsin, mazari. Sepi o'lsin. Bir tog'ora mazardi deb shu kelinni sen kambag'alsan degandek qilib haydab sopdi-da. Voy, shu Maldaxonga ham hayronman-da. O shaharning narigi chetida ham bitta og'aynimiz shunaqa to'y qildi. Ha. Endi to'yni ko'rsang, dabdabani ko'rsang, og'zing ochilib qoladi. Dang'illatib to'y qilibdimish. Qurbing yetsa qilmaysanmi? Zarilmi? Shu qarzga kirib ketganmi? Kelinni olib keldi. Endi uni qarzlarini to'lash uchun kuyov bola yangi kelinni uyiga tashab, o'zi chet elga chiqib ketibdi ishlagani. Voy, yangi kuyov bola-ya? Ha, bu yoqda xudolar janjal qilyapti ekanmi? Ya bunaqa bo'lsa qizimizni olib kelib olamiz deb hozir janjal ketyapti ekan. Shulardan saqlasin. Nima keragi borki shunaqa dang'illatib to'y qilishdi? Ha, choy ichaylik dadasi. Nozimaxon! Nozimaxon! Oyijon. Choy olib keling, bolam. Xo'p, o'g'lingizni kiyimlarini dazmol qilyatuvdim-da, oyijon. Ish bilan band ekan. O'zing damlab kelaver. Eshitdingmi endi? Ha, xo'p. Mana o'g'ling kelib kiyimlarimni dazmol qilmabsan deb shundan ham janjal chiqib o'tirmasin. Xo'p, dadasi, o'zim damlay qolay-a? O'zing damla. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom, yaxshi keldingmi bolam? Bu nima qilgani choyda Nozimaxonga aytsangiz damlab beradi-yu oyijon. Voy bolam, Nozimaxon seni kiyimlaringni dazmol qilyapti, bolam. Ishlar bilan band. Ha, o'zim damlasam nima bo'pti? Sen undan ko'ra yechinib, qo'l betingni yuvib chiq. Choy ichamiz, bolam. Xo'p bo'ladi.